Xo'p, o'quvchilar, bugungi mavzuimiz oddiy kasrlar ustida, demak, amallar, ya'ni qo'shish, ko'paytirish, bo'lish amalidan qarab o'tamiz. Xo'p, birinchi misoldan boshlaymiz. Xo'p, hammaga ko'rinyapti misollar? Ko'rinyaptimi? Demak, boshlaymiz. Birinchi misol. Xo'p, birinchi misolga e'tibor qilamiz. Xo'p, e'tibor qiladigan bo'lsak, ikkita qavs, ya'ni ikkita qavsning ichida ikkita kasrli ifoda. Demak, birini biriga ikkiga bo'lyapmiz. Xo'p, 199 va 200 da demak nima beramiz? Birinchi o'ngmaxraj beramiz. Ikkalasi qaranglar. Ketma-ket kelgan sonmi? Ketma-ket kelgan sonlarning ekoki nimaga teng edi? Ularning ko'paytmasiga teng, to'g'rimi? Ekoki. Ya'ni o'ngmaxraj nima bo'ladi? Ikkalasining ko'paytmasi bo'ladi. Demak, 199 ko'payadi. 298. Demak, bunga 200 dan beramiz, bunga 199. 199 dan. Bunisiga ham demak 200 dan, bunisiga 199 dan. Xo'p, demak 200 ga 199 qo'shsak necha bo'ladi? 299. Buni hisoblamay turamiz. Mana maxraj tushunadimi? Kattasan chiqib ketadi. Bo'lamiz. Ikkinchisi 200 dan nimani ayiramiz? 199 nima bo'ladi? 1 bo'ladi. 1 taqsim 199 ko'paygan 200. Endi qaranglar. Kasrni kasrga bo'lganimizda birinchi kasrni o'zi turib, ikkinchi kasr teskari bo'lib ko'paytiriladimi? Demak, birinchi kasrning o'zi turadi. Mana 399 taqsim 199 ko'paygan 200 ko'paytiramiz. 199 ko'paygan 200 taqsim 1 bo'ladi. Tushunarlimi? Endi bu bilan buni qisqartirsak bo'ladimi? Javob nima bo'lib qoldi? 399 taqsim 1 bo'ladi. 299. Tushunarlimi? Endi keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, keyingi misolga e'tibor qilasizlar. Bunda maxraji har xilmi? Mana 20 va 12. Buni nimasini topamiz? Umumiy maxrajni topamiz. Umumiy maxraj degani eng kichik umumiy karrali ekok, ya'ni 20 bilan biz 12 ni nimasini topamiz? Ekokini. Demak, 12 5 5 1 2 ga bo'lamiz 6, 2 ga bo'lamiz 3, 3 ga bo'lamiz 1. Demak, 20 barobar bizda 2 ning kvadrati ko'paygan 5, 12 barobar 2 ning kvadrati ko'paygan 3. Endi ikkalasidan 2 ning kvadrati bormi? 5 va 3 yo'q. Shuning uchun ekok nima bo'ldi buni? Maxraji. Ekok 60. Ekok demak 20 va 12 niki 60 bo'ldi. Tushundingmi? Endi 60 buni demak 60 ni nimaga bo'lamiz? 20 ga va 60 ni nimaga bo'lamiz? 12 ga bo'lamiz. Undan oldin biz buni noto'g'ri kasrga o'tkazib olamiz. Demak, noto'g'ri kasrga o'tkazishni bilamiz. Demak, butun qismni maxrajga ko'paytirib nima qilamiz? Suratga qo'shamiz. Demak, 23 taqsim 20 plus 29 taqsim 12 ko'paygan 120. Endi barobar 20 bilan 12 ga umuman necha bo'ldi? 60 bo'ldi. 60 ni yozamiz. Endi topilgan umuman har birining maxrajiga bo'linadi, to'g'rimi? 60 ni 20 ga bo'lamiz. 3 tadan, 60 ni 12 ga bo'lamiz. 5 tadan. Demak, 23 kara 3 necha bo'ldi? 69 plus demak 45 ni 5 ga 4 yoqda, 2 kara 5 145. Ko'paygan 120. Barobar 69 ga 145 ni qo'shamiz. Demak, 14 ni 4 bir yoqda 214. 214 taqsim 60 ko'paygan 120. Endi qaranglar, buni oldingi darslarda o'tgandik. Demak, natural sonni oddiy songa kasr soni natural songa ko'payganda suratga ko'payadi, to'g'rimi? Agar qisqarsa maxrajdan qisqartiramiz. 120 bilan 60 qisqaradimi? 60 ni 60 ga uramiz. 1 120 ni 60 ga 2 kara 214 428 dan 428 taqsim 1 u degan 428 o'zi. Tushunarlimi? Endi 3-misolga o'tamiz. 3-misolga qarang. 3-misolda, xo'p, bunaqa misollar ketma-ket kelganda eng birinchi qaysi amal bajariladi? Qavslichi. Demak, birinchi amal buni bajaramiz. Ikkinchi ko'paytirish. Uchinchi demak bo'lish. To'rtinchi qo'shish va beshinchi bu amal bajaradi. Shu yerga tushunib oldik. Endi bajarib ko'ramiz. Ketma-ketlikda qarang. Ketma-ket bajarib ko'ramiz. Xo'p, boshladik. Demak, birinchi amal
Birinchi nima qilyapti? 17 taqsim 4 ni nimaga bo'l? 12 ga bo'l deyaptimi? Xo'p, kasrga bo'lganimizda birinchi kasrning o'zi turib, ikkinchisi nima bo'ladi? Teskari ko'paytiriladi. Ya'ni 17 ni 12 taqsim 1 deb olsak bo'ladimi? Demak, birinchi kasrning o'zi turibdi mana. 12 taqsim teskarisi 1 taqsim 17 mana. Endi 17 lar qisqaradimi? Yo'q, 1 taqsim 4. Bu birinchi amalni bajardi, bo'ldi. Ikkinchi amal, mana 2 deb yozamiz mana. 3 taqsim 2 ni nimaga ko'paytir deyapti? 1 taqsim 4 ga, 1 taqsim 4 ga. Ko'paytirsak 3 taqsim 8. Ikkinchi amalim ketdimi? Ha. Uchinchi qaysi amalni bajaramiz? Bo'lamiz. Bo'lamiz, ya'ni 3 butun 3 deb yozamiz. 3 butun 4 dan 3 ni bo'lamiz. 5 taqsim 6 ga. Buni nimaga o'tkazamiz? Noto'g'ri kasrga. Noto'g'ri kasrga 3 ga 4. 3 ga qo'shsak 15 taqsim 4 bo'lamiz 5 taqsim 6. Bu nima bo'ladi endi? Teskari bo'ladi. Birinchisi o'zi turadi mana. Ikkinchisi teskari ko'paytiriladi. 6 taqsim 5. Endi 15 bilan 5 qisqaradimi? Nechiga qisqaradi? 5 ga. 5 ga qisqaradi mana. Bunga bittadan, bunga 3 tadan. 6 bilan 4 qisqaradimi? 2 ga. 2 qoladi bu yerda. 3 qoladi. 3 kara 3. 9 taqsim 2. 2. Bunun uchinchi amal ketdi. Endi to'rtinchi amalga o'tamiz. 4 deb yozamiz mana. To'rtinchi amal qaysini bajarishimiz kerak? Mana Qo'shamiz. Demak 10 taqsim 16 ga mana. 10 taqsim 16 ga nimani qo'shamiz? Ikkinchi Amal natijasi, ikkinchi amal natijasi 8 8. Endi 16 bilan 8 ga o'rnatlash nima bo'ladi? 16 bo'ladi. 16 ni 16 ga bo'lsak bittadan, 16 ni 8 ga bo'lsak 2 tadan. Demak 10 plus 6 taqsim 16. Nima bo'ldi? 16 taqsim 16 degani nima degani? 1 degani. To'rtinchi amal ham ketdimi? Qaysi amal qolyapti? 5. 5-chi amal. 5 nima deyapti? 4 ning javobi bilan va 3 ning javobini qo'sh deyaptimi? Mana 4 ning javobi nima chiqdi? 1. 3 ning javobi nima chiqdi bizlarda? 9 taqsim 2 mana. Endi buni 10 marta yozsak 1 taqsim 1, 9 taqsim 2. 10 marta nechi bo'ladi? 2 bo'ladi. 2 ga 9 ni qo'shsak 11 taqsim 2. Buni nimaga o'tkazamiz? Noto'g'ri kasrga. Aralash songa o'tkazamiz. Demak, nechi bo'ladi? 5 2dan 1. Tushunarlimi? Shulargacha bir yozib olaylik. Endi qarang, navbatdagi misol, demak, suratda ham demak ikkita qavs va mahrajda ham ikkita qavs qatnashgan misoldan qarab o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda buni ham amallar bajarish tartibini yozib olamiz. Mana, birinchi bu qavsni bajaramiz, ikkinchi qavs, uchinchi nima qilamiz? Bo'lish amalini bajaramiz. To'rtinchi demak, bu qavsni, demak, bu 5-chi bu qavsni, 6-chi bu qavsni. Tushundingmi? Demak, biz tepada 3 ta amalni bajarganimizdan keyin, demak, qanaqadir suratda bitta kasr yoki son hosil bo'ladi. Mahrajda ham demak 4-chi, 5-chi, 6-chi amalni bajarganimizdan keyin mahrajda nima hosil bo'ladi? Son yoki kasr hosil bo'ladi. Shuning uchun biz ketma-ketlikda bajaramiz. Birinchi amal nima qilamiz? 1 ga 1 taqsim 2 ni qo'shamiz. Nima bo'ladi? 1/2dan 1. 1/2dan 1 degani. Yoki 3 taqsim 2 deganimi? Bo'ldi. Endi ikkinchi amal nima qilamiz? 2/3 dan 2 ga qo'shamiz, 1/6 dan 5 ni. Demak, buni noto'g'ri kasrga o'tkazib olamiz. Demak, 2 ni birinchi 3 ga ko'paytiramiz, chiqqan natijani nimaga qo'shamiz? 2 ga qo'shamiz. 2 kara 3 nechi? 6, 2 ga qo'shsak 8 taqsim 3 plus 1 kara 6, 6 5 ni qo'shsak 11 taqsim 6. Endi 3 bilan 6 ga o'rnash necha bo'ladi? 6. 6 bilan 6 ni 3 ga bo'lamiz. 3 ta. 6 bilan 6 ga bo'lamiz bittadan. 8 kara 2 16 plus 1. 27 taqsim 6. Tushunarlimi? Endi uchinchi amal nima qilamiz? Birinchi amal bilan ikkinchi amalni bir-biriga bo'lamiz. Demak, uchinchi amal yozamiz.
3 taqsim 2 ni biz nimaga bo'lamiz? 27 taqsim 6 ga. taqsim 6 ga. Demak, kasrni kasrga bo'lganimizda birinchi kasr o'zi turib, ikkinchisi nima bo'ladi? Teskari. Teskari ko'paytiriladi mana. Xo'p, 27 dan 3 qisqaradi 9. Bir qoladi. Oldinda 2 qisqaradimi? 1 3. 1 kara 3 3. 3 dan 1 kara 9 9. Buni qisqartirib olsak bo'ladi. 3 dan 1 taqsim 3. Surat bilan ishimiz bo'ldimi? Surat bilan ishimiz qolmadi biz. Demak, yozamiz mana bu yerga. 1 taqsim 3 bo'ldi. Endi makrajga o'tamiz. Makrajni qaysi amalni bajaramiz? 4-chi amal. 4-chi amal nima deyapti? 2,7 dan ayir deyapti. 1,5 dan 2 ni. Buni noto'g'ri kasrga o'tkazib olamiz. 2 kara 10 20. 20 dan taqsim 10. Minus 7 taqsim 5. Endi 10 bilan 5 ga olmasa necha bo'ladi? 10 bo'ladi. 10 ni 10 ga bilamiz bittadan, 10 ni 5 ga bilamiz ikkitadan. 27 minusdan 14 taqsim 10. Barabar necha bo'ladi? 13 taqsim 10. 13 taqsim 10. Tushundik-a? Endi 5-chi amalni nima qilamiz? 5-chi amalni bajaramiz. 2 dan ayiramiz. 1 dan 13 dan 6 ni. O'tkazib olamiz. 3 taqsim 2 minusdan 19 taqsim 13 mi? Ha. Endi 2 bilan 13 o'zaro turibmi? Ha. O'zaro turib sonlarning ekubi nima bo'ladi? Ularning ekubi. Ularni ko'paytmas. Demak, bu mana 26 bo'ladi. 26 ni 2 ga bo'lamiz 13 dan. 26 ni 13 dan 3 kara 13 39. 2 kara 19 38. 38 mana. Demak, 1 taqsim 26 mi? Ha. Xo'p, 4-chi bilan 5-chi amalga ishlandimi? Ha. Endi biz 6-chi amalga o'tamiz. 6-chi amalga nima qilamiz? 4-chi amal bilan 5-chi amalni ko'paytiramiz. ko'paytiramiz. Demak, 4 ning natijasi nima chiqdi bizda? 13 taqsim 10. 5 ning natijasi 1 taqsim 26. 1 taqsim 26. Xo'p, 13 bilan 26 qisqaradimi? Ha. 1. Bo'ldi. Demak, 1 taqsim 20. Shu yerga tushundik-a? Endi makrajga nima yozaman men? 1 taqsim 20. Bu degani qaranglar. Bu kasr chizig'i bizda nima amalidir? Bo'lish amali. Ya'ni 1 taqsim 3 ni 1 taqsim 20 ga bo'l deyapti. Tushundikmi? Bo'lishda birinchi kasrning o'zi turib, ikkinchisi nima bo'ladi? Teskari 20 taqsim 3. Bu degani 6 3 dan 2. Tushunadimi? Yozib olamiz. Endi navbatdagi misol qaranglar. Mana bunaqa demak kasrni makraji yana qanaqa kasrli holda kelsa, qanaqa ishlaymiz bunaqa misollarda. Bunaqa misollarda qaranglar, e'tibor qilasizlar, buni bo'laklarga bo'lib ishlaymiz. Ya'ni eng makrajni, demak, eng past tarafdan boshlab quyidagiga qarab hisoblab boramiz. Birinchi amal biz nima hisoblaymiz? Mana 3 dan 1 taqsim 2 ni ayirib olamiz, qaranglar. 3 dan biz ayiramiz 1 taqsim 2 ni. Demak, 3 degani 3 taqsim 1 degani minus 1 taqsim 2. 1 bilan 2 ga bu makraj chiqadi. 2. Xo'p, demak 2 ni 1 ga bo'lamiz 2 tadan, 2 ni 2 ga bo'lamiz 1 tadan. 3 kara 2 6, 1 kara 1 1. Demak 5 taqsim 2. Endi mana buni joyiga biz nima qo'yamiz? 5 taqsim 2 qo'yamiz. Ifodaqani bo'lib qoldi, qaranglar. 2 plyusdan 4 taqsim 3 plyusdan 5 taqsim. Endi 3 minus 1 taqsim 2 ni o'rniga nima qo'yamiz? 5 taqsim 5 taqsim 2 qo'yamiz mana. Mana. Endi endi biz mana bu ifodani soddalashtirib olamiz. Mana shu yerga e'tibor qilasizlar mana. 5 taqsim 5 taqsim 2. Xo'p, bizda kasr chizig'i nima amalidir? Bo'lish amali. Ya'ni 5 ni bo'l deyapti 5 taqsim 2 ga. Bu degani 5 taqsim 1 deb olamiz. Bilamiz 5 taqsim 2. Xo'p, birinchi kasrning o'zi turadi, ikkinchisi nima bo'ladi? Teskari ko'paytiriladi. Demak 5 bilan 5 qisqaradimi? Ha, 1. Demak 2 taqsim 1. Bu degani 2 deganimi? Ha. Demak bu narsa nimaga tegan ekan? 2 ga. Yozaman barobar
2 plyusdan 4 taqsim 3 plus 3 plyusdan buni o'rniga nima yozaman endi men? 2. Yozaman. Barobar. Demak 2 plyusdan 4 taqsim nima bo'ldi? 5 bo'ldi. Bu oddiy mana demak butun sonni natrosiyga qo'shdik bo'lyapti. Ya'ni kasr sonni natrosiyga qo'shdik bo'lyapti. 2 butun 5 Demak 2 butun 5 dan 4. tushunarlimi? Ha. Yozib olamiz. Xo'p, navbatdagi misol qaranglar. Suratda ham qanaqadir kasrli ifoda, mahrajda ham demak qanaqadir kasrli ifoda kelsa, qanday ishlaymiz buni? Bunda ham xuddi boyagi oldingi misolga o'xshash mahrajni alohida ishlab olamiz, suratni ham alohida ishlab olamiz. Birinchi navbatda mahrajni eng pastidan boshlaymiz mana. Mana bu yerdan boshlab ishlab kelamiz. Suratni mana bu yerdan boshlab ishlab kelamiz. Tushunarlimi? Birinchi mahrajni ifodalashtirib olamiz. Demak, birinchi amal buni bajarik, ikkinchi buni bajarib ko'ramiz. Tushunarlimi? Boshlaymiz. Demak, birni yozamiz. Xo'p, 3 dan biz ayiramiz 1 taqsim 4 ni. Bu demak 3 taqsim 1 minus 1 taqsim 4 degani. 4 bilan birga u mahraj nima bo'ladi? 4 bo'ladi. Ya'ni ikkalasiga bo'linadi. 4 bilan bunga bittadir. 3 kara 4 nechi? 12 minus 1 taqsim 4. Bu 11 taqsim 4 mi? Endi ikkinchi suratdagi demak kasrni hisoblab olamiz. 2 dan 1 taqsim 2 ni ayirib olamiz. Demak 2 taqsim 1 minus 1 taqsim 2. Bu mahraj 2 bo'ladi. Demak, bunga 2 tadan, bunga bittadan. Demak 4 minus 1 3 taqsim 2. Endi yozaman qaranglar. Ifoda qanaqa bo'lib qoldi? Ifoda xo'p, soddalashtirganimizdan keyingi ifoda 1 plyusdan 2 plyusdan mana bu narsa nimaga teng bo'ldi? 2 dan 1 taqsim 2 ni ayirganmiz. 3 taqsim 2 mi? Mana 3 taqsim 2 taqsim 2. Mahraj qanaqa bo'lib qoldi endi? 3 plyusdan 1 taqsim 3 dan 1 taqsim 4 ni ayirganmiz. Nimaga teng bo'ldi? 11 taqsim 4 bo'ldi. Mana shu yergacha tushundik a? Endi uchinchi amal biz mana buni bajaramiz. Uchinchi mana to'rtinchi amal buni bajaramiz. Boshlaylik. Uchinchi amalni yozamiz. 3. Birni biz 11 taqsim 4 ga bo'lamiz. Kasr chizig'i bo'lish amalidir. 1 bo'lingan 11 taqsim 4. Birinchisi o'zi turadi, ikkinchisi nimaga teskari bo'lib ko'paytiruvga o'zgaradi mana. 4 taqsim 11. Endi to'rtinchi amal bizda 3 taqsim 2 ni biz bo'lishimiz kerak 2 ga. Mana. Demak, bu 3 taqsim 2 bo'lingan 2 degani. Bu degani 3 taqsim 2. 2 ning teskarisi nima bo'ladi? 1 taqsim 2 mi? 1 taqsim 2 ga o'zgardi. Demak, bu 3 taqsim 4 bo'ldi. Mana. Endi yozamiz. Buni hosil bo'ldi endi. 1 plyusdan 2 plyusdan 4-chi amal nimaga teng edi mana? 4-chi amal 3 taqsim 4 chiqdimi? 3 taqsim 4 chiqdi mana. Bo'ldi. Endi 3 plyusdan 3-chi amal natijasi nima chiqdi bizda? 4 taqsim 11 mana. 4 taqsim 11. Endi bu mana 1 plyusdan 2 ga 3 taqsim 4 ni qo'ysak nima bo'ladi? 2 butun 3 dan 3 mi? Endi 3 ga 4 taqsim 11 ni qo'ysak 3 butun 4 dan 11 ni bularni biz nimaga o'tkazamiz? Lotiq kasrga. 1 plyusdan 2 kara 4 8 3 qo'ysak 11 taqsim 4 mi? Endi nima bo'ladi? 33 37 taqsim 11. Endi buni hisoblab olamiz. Ya'ni nima qilamiz? Qaysi amal bo'ldi? 5-chi. Demak, 5-chi amal deb ko'raylik shuni. 11 taqsim 4 ni bo'lishligimiz kerak 37 taqsim 11 ga. Bu degan 11 taqsim 4 o'rtadagi kasrni bo'lish amali. 37 taqsim 11 mana. Endi nima bo'ladi? Birinchi kasrning o'zi turadimi? Ikkinchisi nima bo'ladi? Teskari bo'lib ko'paytiriladi. Demak, 11 taqsim nima bo'ldi? 37. 37 bo'ldi. Ko'pincha adashmadiga 8 11 taqsim 4 Ikkinchi birinchi taqsimga. yaxshiliklarga Birinchi misol. 12 bilan 4 qisqartirib qaysi bor? qaysida? Birinchi misol.
Ustoz men menga ustida chiqdi. Birinchi. Qarashlari. Bundami? Ha. Yo'qda 12 dan biz 1 dan ayryapmiz-da. Men ustida chiqdi. 11 bo'lyapti, 11 taqsim 4. Endi nima qoldi bizda? Birinchi o'zida nima 11 taqsim 4, ko'paytiraman 11 taqsim 37. Ko'paytirsak 11 121, 148. necha? 148. 148. Xo'p, shunday chiqdi. Endi birga nimani qo'shib qo'yamiz? Buni qo'shib qo'yamiz. Oxiriga barobar yozaman. Barobar. Barobar namirezim oxirgi natija. Xo'p, 1 plyusdan bu ifoda nima bo'ldi bizlarda? 121 taqsim 148 mi? 121 taqsim 148. Bu degani 1,148 dan 120. Tushundikmi? Yozib olamiz. Xo'p, navbatdagi misol qaranglar. 1 plyus 1 taqsim 2, 1 plyus 1 taqsim 3, 1 plyus 1 taqsim 4, va hokazo 1 plyus 1 taqsim 9. Demak, 1 dan va hokazo demak 1 taqsim 99 gacha buning kasr ko'paytmasi bor ekan. Shuni nima qilamiz qaranglar. Bunday misollashtirishda birinchi har bitta qovusni soddalashtirib olamiz. 1 ga 1 taqsim 2 ni qo'ysak nima bo'ladi? 3 taqsim 2. 1 ga 1 taqsim 3 qo'ysak 4 taqsim 3. 1 ga 1 taqsim 4 qo'ysak 5 taqsim 4. Keyingisi va hokazo qaranglar 100 taqsim 99 mi? Endi qaranglar qisqarib ketadi mana 4 bilan bu 4, 5 bilan keyingi 5 3 bilan 3. Keyingisi mana 5 dan 6 bo'ladimi? Bu 5 bilan bu 5. Va hokazo 99 bilan bu qisqaradi ekan 100 taqsim 2 qoladi. Javobi 22 bo'ladi. Tushundingmi? Buni darsimiz tugadi, bo'ldi, yozib olamiz.